bolalar xullas mana shu bola menga bitta narsani zapret qilyapti. Mana shu Saturn bilan meni bitta videoga qo'ymaydi deyapti. Chunki odamlar gapiryapti, odamlar noto'g'ri o'ylayapti, tipi foydalanyapti deb ikkalasini birga ola olmayapti-da. Endi bezlarcha bosib oldim. Men ikki og'iz gapim bor. O'zbekiston, assalomu alaykum. Xullas, men bir akamni qabrga berganman. Shunchalik armon bo'ladi. Har doim meni kulib turgan joyimda mag'zon holatga keltirib qo'yadigan narsa-da bu narsa. Endi hech kim jigarini bu dunyodan olib ketish bilmadim. Lekin borki, shu akam tirilib kelganda. Har kuni ertalab, "Ha, ukam yaxshimisan?" deb menga telefon qilayotgan. Bir sho'xlik qilsam, bir to'xta, sal o'zingni bos yoki men ligrovka qo'yib hayot yo'llarini ko'rsatayotgan akam yonimda paydo bo'lgan xursandman. Noto'g'ri tushunmanglar. Men bu insonga bir qanaydir foyda berayotganim, menda bir mansab yo'q, bir pul yo'q, to'g'risida. Faqat menga akam yordam tegayotgan bo'lsa, tegayapti boshqa. Bilmadim. Aka boringizga shukr akajon. O'rningizda bo'lsa. U narsani nima deydi, noto'g'ri tushunish kerak emas-da. Biz prosta insonmiz, insonga kerak. To'g'risida kimdir bilandir, masalan, tug'ishgan bo'lmasak ham, lekin tug'ishganda aka-uka bo'lib qolishimiz mumkin-da. Ko'ngli ochiq, toza bola. Biz aka-ukamiz. Boshqa hech narsa yo'q. Qo'ldan kelsa maksimal darajada yordam beraman. To'g'risida qo'limdan kelsa, kelmaydiganga harakat qilamiz, bo'lmasa to'g'risi. Faqat noto'g'ri nima deydi, negativ bildirmanglar demoqchiman. Shu. Bu ko'tarilsin, men mazza qilay bo'ldi. Chunki oddiy oilani bolasi. Nimadir qilish kerak oilasi uchun. Amirxon aka. Amirxon akasini juda yaxshi ko'radi. Menda ikkita yelka bor. Ota-onam tepamda bo'lsa, ikkita yelkamda Muhiddin akam bilan Amirxon akam. Xullas odamlar o'sha yozyapti-da, Muhiddan foydalanyapti. O'shaning uchun video olmayman deyapti-da. Endi men bezlarcha oldim, gapirmasa bo'lmaydi. Bunaqa kerak emas. Bu chista chin dildan akada yuribdi. Prosta insoniylik tarafdan yordam, prosta ko'tarilsin, qo'limdan keladi yordam berish bo'ldi shu. Hammaga katta rahmat. Aka boringizga shukr akajonim. Ani so'kkanlarimni qo'yib beraymi? Ha? Shunaqa so'kaman bor aka. Buni so'kirib balki ancha bosib qo'yibsan-da. Bu Saturnni emotsiyasi uchun, gap so'zlari uchun O'zbekiston tanib qo'ygan. Ro'za tugadi, endi boshla. Hammasi nazoratim ostida. Shunday qilib, "Ew" dedi.